Mana bu videoni yaxshilab ko'ring. Bu videoda alyumin svarka jarayoni ketyapti va ko'pchilikda savol: nimaga alyumin svarka qilish jarayonida shunaqa shovqin bo'ladi? Bu normal holatmi? Hozir tushuntirib beraman. Professional svarshik bo'lishga shoshiling. Biz 100 dan ortiq shogirdlarni muvaffaqiyatli tayyorladik. Tajribali ustozlar, zamonaviy uskunalar va qulay yotoqxona sizni kutmoqda. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va o'zingizni yangi kasbga tayyorlang. Joylar cheklangan. Alyumin svarka qilish jarayonida bizda переменный tok degan narsa bor. Ya'ni tok har doim bir xil emas, o'ynab keladi. Ya'ni nestabilniy tok deydi ruschasiga. Bu переменный tokni ishlash jarayoni tepada 3800 gradus kerak bo'ladi. Ya'ni bu metal bo'lsa, bu to'lqinlar. Ya'ni bizni svarka qilish jarayonida berayotgan to'lqinlarimiz. Tepa qismida 3800 gradusdan boshlab tok kuchlanishi kerak bo'ladi. Nimaga? Chunki alyuminni ustki qatlami oksidniy plyonkalar borligini hisobiga katta tok talab qiladi. Pastki qismida esa 1000 ni o'zi yetarlik. Ya'ni 1000 gradus yetarlik, lekin usti qismiga 3800 gradus kerak bo'ladi. Va albatta bunday kuchlanishning yordamida vibratsiyalar kelib chiqadi. Va o'sha vibratsiyalar, ya'ni to'lqinlar shunaqa ovoz chiqaradi. Bu apparatning ovozi yoki dirjakning ovozi emas. Bu temirda chiqayotgan to'lqinlanishning ovozi. Va bu normal holat hisoblanadi. Chunki alyuminniy svarka переменный tokda svarka qilinadi. Agar bu videoda xato bo'lgan bo'lsa, xato bor deb yozib ketishni unutmang. Bu video alyumin svarka haqida edi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, foydali bo'ldi deb yozib ketishni unutmang.